Assalomu alaykum. Hozirgi kunda eng ko'p so'ralayotgan narsalardan bittasi игровой mishka, naushnik, joystiklar, klaviaturalar, mexanический игровой klaviaturalar, web kameralar so'ralyapti. O'shalarni hozir narxi bilan ko'rsatib beramiz. Masalan, mishkadan boshlaydigan bo'lsak, men mishkani hammanglar yaxshi bilasizlar. игровой kontrcha borlar, hattasizlar mana. Shuni o'zingizlar yaxshi bilasizlar. Buni $17 qilib beramiz. Sifati zo'r, originali. Hop, undan keyingisi bunaqa mishkalarimiz bor. Avlaniki, bu ham sifati zo'r. Ochib ko'rsataman hozir. Zaryadkali akkumulyatorli, sifatlari zo'r. Narxi. Buni narxini $19 qilib beramiz. Yana variantlar bo'lsa, mana. Bilgan biladi, mana shu mishkani ham originali 8000 dipay. Buni ham ochib ko'rsataman hozir. Buni arzonlari ham bor. Bu originali. Narxi ham bunaqa qimmat emas. Sifatiga garantiya. Logotip o'ziniki. Игровой. Buni narxini $19 dan qilib beramiz. Buni arzoni ham bor, arzonini 50 ming so'm qilib beramiz. Keyin yana игровой mishkalardan iMac firmaniki bor. Bularning ham sifati zo'r. Bunaqa simli variantlar bor. Ko'rsatam bu variantni ham. Korpusini almashtirsanglar bo'ladi. Qo'lni terlatib yubormaydi. Sifatlari zo'r. Mana ko'rinishi. Chetlari yonib turadi. RGB'li. 7 xil rangga o'zgaradi. Buni narxini 180 ming so'm qilib beramiz. Skidkada 150 ming so'm. Bundan keyingi variantlari mana. Boyagi T60 varianti edi, bu T50 varianti. Buni ochib ko'rsataman hozir sizlarga. Og'ir. Ushlab ko'rganinglarda bilinadi o'zi. Bunaqa funksionalni knopkalari ko'p. Boshqacha ekan. O'yinchi bolaga zo'r ketadigan narsa. Katta bolalar hattasizlar. Yaxshi. Atiga 150 ming so'm. Aksiyadan ulgurib qolinglar. Bahramand bo'lib. Soni cheklangan deb qo'yishadi. Mana bu отдельно tema. Saqlangan mol ekan-da bular. Taxlangan ham saqlangan ham. Bular yengan narsalar-ku, to'g'rimi? Albatta. Hozirgi kundagi Yaxshi narsalar. oxirgi kelgan mahsulotlar. Yengilliklardan bittasi. O, nima deyapti bunga? Boshqacha bu. Robotik. Men o'zim ham endi ko'rdim. 120 so'm bitta bo'ladi. iMac firmaniki. Sifatlari zo'r. GPI legirovkalari mana bu taqinlar. Tepaga, pastga. Klavni ishlaydi. Shumli. Ovozlari chiqmaydi. Yo'llari yonadi. Sifati zo'r. Buni narxini 180 ming so'm qilib beramiz. Bu ham zaryadkali, Type-C zaryadga bo'ladi. Ikkita diapazonda, даже 3 ta diapazonda ishlayveradi. USB da ham, USB siz ham, SIM da ham.
Yo'ldan tushib ketsa bu yoqqa qo'yishsiz ham bo'ladi. Mishkani assortimentlari bu. Assortimentlari ko'p. Yana buni ko'rsatamiz qolgan videolarda. Hozir endi naushnikka o'tamiz. Mana mashinadan boshlaylik, hojaka. Yonlari yonadi. Buni oti Morandi. Sifati zo'r. Podushkalari ham qalin. Sifatlari zo'r mana. Zuchaynalari, kabelni sechenalari bitta USB dan kompyuterga ham, notebooklarga ham ketaveradi. Bu birinchi varianti. Narxini hop, aytmamiz narxini 180 ming so'm qilib beramiz. Undan keyingisi boya aynak mishkalar ko'rsatdim-ku. Mana o'sha firmadan naushniklari endi. Chetlari yonib turadigan. Dizayni oddiy. Mana mikrofoniga отдельно, naushnikiga и RGB'siga отдельно. Mikrofonlari ham zo'r. Buni narxini sizlarga 150 mingdan qilib beramiz. Onadagi emblema bo'yicha farq qiladi, dizayni bo'yicha. Mana. Buni narxini boyiga bilan bir xil qilib beraman, ya'ni 150 ming so'm. Korobkalarni ham ko'rsatib qo'ying hojaka. Bularning sifatlariga garantiya. Hop, yana avlalarimiz bor. Tepani ham ko'rsating hojaka. Mana assortimenti katta naushniklar. 120 mingdan boshlab 130 minggacha simsiz variantlar bor, oxirgi variantlar. Simsiz variantlar bor. O'sha simsiz variantni ko'rsatamizmi? Telefonga ham, kompyuterga ham ketadi. Mikrofoni отдельно ulanadigan. Yonlari yonib turadi. Ikkita yoni yonib turadi. Quloqqa moslashtirsa bo'ladi. Tepalari koja, boshga botmaydi. Podushalari qalin. Type-C dan zaryadka bo'ladi. Bu yoqqa xohlasangiz xohishga qarab mikrofon qo'yib olasiz. Buni yaxshi tarafi masalan telefonga ham, kompyuterga ham, notebookga ham tushishida. Mana buni yonidan chiqadi Type-C'si. Type-C'si. Mana USB ga qilib ulaveradi. Buni narxini 280 ming so'm qilib beramiz. Buni zaryadkasi ancha vaqtga yetadi. O'zida 8 soatgacha yetadi deb yozilgan. Rejim ajdaniyada bo'lsa, ya'ni постоянный ishlatmaydigan bo'lsangiz, undan ham shuga yetadi, 10 soatlarga yetadi. Ishlatish vaqtiga qarab. Uni joysticklarni ko'rsatamiz. Mana kompyuterga
ko'pincha savol ham tushadi, smartboxga ulanadimi deb. Va smartboxga ulanadi. Ko'rinishi zo'r. 70 ming so'm narxi. Hozir buni ikkitani ham bor, ko'rsataman. Mana ikkitani. Ochib ko'rsataymi buni? Boyagani ikkitaligi. Bir-biriga xalaqit bermaydi. Ikki kishi bemalol o'ynasa bo'ladi. Notebook kompyuter ketaveradi. Buni narxini 130 ming so'm qilib beraman. Yana kompyuterga simsiz variantlari bor. Buni ko'rsatib o'taylik. Bitta USB dan ikkita pult bemalol ulanadi. Dizaynlari ham chiroyli. Ranglari ham o'ziga yarashgan. Mana bitta USB bo'ladi ichida. Batareykada ishlaydi. Ko'rinishi. Bu yoqqa batareyga qo'yiladi. Ikkita kichkina pultli batareykasidan qo'yib olasizlar. Ishlayotgani mana bu yerdan bilinadi. Sifatlari zo'r. Buni narxini sizlarga 180 ming so'm beramiz. Bundan tashqari yana PlayStation pultlari ham bor. PlayStation 2, 3 i kompyuterga ham tushadigan varianti bor. Mana bu tepada universal varianti. Kompyuterga bittalik simsiz joystick ham bor. 120 ming so'm qilib beramiz. Bu yerda ideal budjetda. Xo'p, bu ikkitaliga hozir ko'rsatgan variantim. Asosiysi PlayStation, hamma ko'p so'raydigan PlayStationning joysticklari 3. Original A kopiyasi. Dubai eksport varianti. Sifatlari zo'r. Narxini 65 ming qilib beramiz. To'g'ri-ki. Bu ham ko'p so'raladi. Originali. Dubai Lux kopiya. O'zida simlari chiqadi. Ko'pchilik so'raydi, buni kompyuterga ham ulasa bo'ladimi deb. Imенно PlayStation 4 joystigini kompyuterga ham ulasa bo'ladi. Telefonga ham ulasa bo'ladi. Buni 130 ming so'm qilib beramiz. Hop, endi klaviaturaga o'tsa ham bo'ladi. Kichkina mexanический klaviaturalar. Ahamiyat bermaysizlar, qurilish ketyapti. Dizaynlari zo'r. iMac firmaniki. Ko'rinishlari zo'r. Pat knopka yonadi, svetlari RGB'li. O'zgartirib bersanglar bo'ladi. FM bilan buni ham bitta o'zgartirib berasizlar. Buni narxini sizlarga 180 ming so'm beramiz. Endi mana mashina katta variantini ko'rsataman sizlarga.
Type-C kabeli mana ishda deyapti. Zo'r narsalar chiqaradi mana shu firma. Hojaka. iMac firmasi. Mana mashina xuddi shuni eng kattasi. Simli varianti. Bu ham ko'rsatib o'tay. iMac firmaniki bu ham sifati zo'r, og'irgina. Bosilishlari ham zo'r. O'yinchi bolalar yaxshiroq tushunishadi bunga. Knopkalarni almashtiradigan, tozalaydigan. Kelari temir. Ko'pchilik so'raydi. Bu ikkita tildami? Ha, ikkita tilda. Ruskisi ham bor, angliskisi ham bor. Bu ham podsvetkali, RGB'li. Sifatlari zo'r. Boshqalari ham bor. Buni narxini 250 ming so'm qilib beramiz. Daq qo'yishadi. Bunda bo'lmaydi. Bak o'tmayapti-yu. O'zimda aylantirmoqchiman. Bunaqa bo'lish kerak ssenariy bo'yicha. Huk kuchli mana shu. Hop. Kichkina bolalarni ham. Kichkina bolalarga hozir bizada hozirgi kunda ko'p ketayotgan narsa, böyle ko'p so'ralayotgan narsa, yosh bolalarga 10 mingta o'yinga ega bo'lgan game pristavka. Buni ichida eski klassik retro o'yinlar bor. 10 mingta. Buni televizorga o'rnatish oson. Televizor tanlamaydi. Smart bo'lmagan televizorlarga ham tushib ketaveradi. Ijtimoiy ular mana переходнийлari bor. Переходнийлар mana pitanish nurlari bor. Televizorga ulab o'ynayverasizlar. Qiyinchilik talab qilmaydi. Murakkab emas. Ikkita batareyaga qo'yib olasizlar pultiga. PlayStation 5 dan ilhomlangan holda qilingan. Kollaboratsiya qiling. Sifatlari zo'r. Ya haqiqatda sifatlari yaxshi, bolalarga to'g'ri keladi. To'g'ri keladigan darajadagi o'yinlar yozilgan. 64 GB bo'ladi. O'zini fleshkasi pamyati. Xo'p, buni narxini 250 ming so'm qilib beramiz. 250 ming so'm qilib beramiz. Bunda hali soni cheklangan demaymiz. VIP bemalol kelaverasizlar. Joyimiz. Yetib o'tib ketaymi shuni ham. O'rizot bozorda 2-blok 272-do'kon Stroygorodda. Kelaverasizlar bemalol. Hojaka do'konni ko'rsatib qo'yasiz.